Keling, siz bilan endi bugungi kunda juda keng tarqalgan, ko'plar ichib yurgan omega 3 haqida gaplashamiz. Omega 3 bu poli to'ymagan yog' kislotalari. Organizm uchun juda ham muhim. Biz uni o'simlik va hayvon mahsulotlaridan olishimiz mumkin. O'simlik mahsulotlarida omega 3 ning ALK, ya'ni alfa linolen kislota degan shakli uchraydi. Organizm ichiga tushgandan keyin u qisman boshqa ikkita turga, ya'ni DGK va EPK ga aylanishi mumkin, lekin har doim ham emas. Shuning uchun biz ko'proq o'sha dengiz mahsulotlaridan, baliqlardan DGK va EPK ni qabul qilishimiz, ichishimiz tavsiya qilinadi. Ammo afsuski, bizning bugungi taomlanishimiz shundayki, biz mana shu omega 3 yog' kislotalarini yetarlicha qabul qila olmaymiz. Shuning uchun ularni hozirgi kunda ko'pchilik mana shu badlar, ya'ni biologik faol moddalar ko'rinishida ham bolalar ham, kattalar ham o'sha ichishni boshlashdi va bu juda ham yaxshi. Demak, xususiyatlari haqida aytib o'tadigan bo'lsak, EPK ning xususiyatlari bu bo'g'im va tog'aylarni sog'lom bo'lishini, immunitet ishlashini, yurak va yurak qon tomirlarining sog'lig'ligini ta'minlab beradi. Undan tashqari EPK umumiy kayfiyatni yaxshilaydi va qondagi triglitseridlar, ya'ni o'sha yomon xolesterin miqdorini kamaytiradi. DGK ning xususiyatlari biroz boshqacha. U eng avvalo ko'zlarning sog'lom bo'lishini, homila va chaqaloqlarning rivojlanishini bizga ta'minlab beruvchi modda. Miya tarkibidagi asosiy strukturaviy lipidlardan biri bo'lib hisoblanadi. Hamda DGK xotira, o'sha e'tiborni jamlashga yordam beradi va o'qishga bo'lgan moyillikni kuchaytiradi. Mana ko'rdingizki, demak ularda xususiyatlari bo'yicha farq mana shunda. Demakki, bundan xulosa shuki, agar biz homilador va bolalar, chaqaloqlarga omega 3 ni tanlayotgan ekanmiz, tarkibida DGK ko'proq bo'lishi kerak. Omega 3 ni tanlashda qanday kriteriyalar bor? Avvalo, yaxshilab o'sha tarkibni o'rganib chiqamiz. Omega 3 yozilgan bo'ladi, ALK bo'lishi mumkin, DGK, EPK. Ammo qo'shimcha ravishda ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar o'simlik moyini ham qo'shishadi. O'simlik moyi degani bu kungaboqar moyi yoki makkajo'xori moyi. Bunday omega 3 preparatlarni olmagan ma'qul. Nimaga? Chunki bizning tanamizda omega 3 bilan omega 6 ning bir-biriga nisbati bu asosiy rol o'ynaydi. Omega 3 ko'p bo'lishi mumkin, ammo 6si ko'payib ketgan bo'lsa, salbiy ta'sir qiladi. O'zi nisbati 2 ga 1, ya'ni omega 6 2 karra bo'lsa, omega 3 1 karra bo'lishi kerak. Afsuski, bugungi kunda bu nisbat bizda umuman buzilib ketgan. 10 ga 1, 20 ga 1, hattoki 50 ga 1 ham uchraydi. Mana shunday mutanosiblik turli xil salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jumladan bu yallig'lanish kuchayib ketishi, turli xil onkologik kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet, shu kabi qator bir salbiy oqibatlar aynan mana shu muvozanat buzilganligidan kelib chiqadi. Kurslab qabul qilishi tavsiya qilgan bo'lardim, chunki baribir omega 3 qonni suyultiradi. Demakki, 3 oy masalan qabul qildingizmi? Pauza bering, keyin yana qabul qiling. Va masalan qanaqadir operatsiya rejalashtiryaptimi? Rejalashtirgan bo'lsa, demak bundan oldin omega 3 to'xtatish kerak, chunki u qonni suyultirib yuboradi va qonni ivishiga to'sqinlik qiladi. Demak, dozalar haqida aytib o'tgandek, agar bolalar uchun tanlayotgan bo'lsangiz, DGK ko'proq bo'lishi kerak. Kattalar uchun EPK ko'proq. Taxminan 500 dozasi bo'lishi kerak. Qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi. 300, 400 ham yaxshi doza hisoblanadi. Mana shu dozasi asosiy bizda kriteriy. Chunki ko'pchilik brendlarda dozasi kamroq bo'ladi va o'sha kundalik dozani olish uchun 4 talab, 6 talab o'sha tabletkalarni, kapsulalarni yutishga to'g'ri keladi. Aytib o'tmadim, omega 3 demak jelatinli kapsulada bo'ladimi yoki suyuq moy holatda bo'ladimi? Albatta shishali idishda bo'lsin, plastik idishda emas va ochganingizdan keyin muzlatgichda saqlash kerak bo'ladi. Chunki juda ham tez oksidanib ketish xususiyatiga ega. Shu bilan nutritsiologiyaga bag'ishlangan darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizga bergan maslahatlarimni siz kundalik hayotingizda qo'llab, ijobiy natijalarga kelishingizga umid qilaman.